Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek keng assortimentdagi xamir mishalkalarimiz va qandolatchilik sexlari uchun mikserlarimiz, undan tashqari somsalar va shunga o'xshagan qattiq mahsulotlar uchun xamir qilishga mo'ljallangan ko'rib turganlaringdek keng assortimentdagi mishalkalarimizni to'liq obzorini tanishtirib o'tamiz. Bu obzorda oxirigacha ko'rganlarga zo'r bonusimiz bor. Ya'ni oxirigacha ko'rsalaring, o'zi bilib olasizlar. Xo'p, biz bo'lmasa birin-ketdan hammasini tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda eng xadavoy hisoblangan Turkiyaning keng assortimentdagi 10 kilodan 50 kilogacha bo'lgan mishalkalarni tanishtirib o'tamiz. Bu mishalkalarimiz ikki xil brendga tegishli, ya'ni Chagdash va Nemnova brendlariga tegishli. Bu brendlarning o'zi shu mishalka sohasida eng kuchli brendlardan bittasi. Turkiya mahsuloti motorlarini eng kichkinasiniki 370 vatt, eng kattasiniki 1,5 kilovattlik bo'ladi. 220 da ishlaydi hammasi. Undan tashqari bularga hammasiga 6 oy garantiya bor. Misol uchun bizdan 10 kilolikda ikki xil bor. Ya'ni Nevnovasi ham Chagdashi ham bor. 15 kilolik ham xuddi shunaqa. Nevnovasi ham Chagdashi ham bor. 25 kilolik ham Nevnovasi Chagdashi, 35 kilolik ham Nevnovasi Chagdashi, 50 kilolik 4 xili bor. Ya'ni Nevnovani 1,1 kilovattlik, 1,5 kilovattlik Chagdashlar xuddi shunaqa. 1,1 kilovattlik, 1,5 kilovattlik bizda mavjud. Bo'lmasa birin-ketdan hammasini tanishtirib o'tamiz. Eng birinchi o'rinda yaqinroq kelib ko'rsatasiz. 10 kilolik mashq ko'rib turgan 220 da ishlaydigan 6 oy garantiyasidan chiqadigan mishalkalaring Nevnova Chagdash brendiga tegishli. Narxini hozirgi kunda $450 qilib beramiz. Xuddi mana mishalkalar. Endi buni akasi hisoblangan 15 kiloligimiz. Buni ham ikki xil turdagisi bor, Nevnova bor, Chagdash bor. Ularga ham 6 oydan garantiya chiqadi. Bularga ham motor 370 vatt bo'ladi. Yarimta ot kuchli bo'ladi. Bular o'zi hammasi standartni yarimta ot kuchida, ikkita ot kuchigacha. 370 vattlik motor 220 da ishlaydi. 12-11 kilo un solasizlar, 15 kilo xamir qilib beradigan turdan bo'ladi. Narxini $490 qilib beramiz. Undan keyingisi 25 kiloligimiz bor. Kelgan, undan keyin 35 kiloligimiz bor. 25 kiloligimiz mana undan kichikroq, bundan kattaroq bo'ladi. Hozir vitrinaga olib chiqqanimiz yo'q. Uni ham ikki xil turdagisi bor, ya'ni Nemnova bor, Chagdash bor. Motorlari 550 vatt bo'ladi. 550 vatt bo'lsa 0,55 kilovat hisoblanadi. 220 da ishlaydi. 6 oy garantiyasi bilan narxini $590 qilib beramiz. Endi undan keyin mana ikki xil turdagi 35 kiloliklarimiz 750 vattlik motor 220 da ishlaydi. Start stopli 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kundagi narxini $640 dan qilib beramiz. Endi mana shu mishalkalar sohasida eng xadavoy, eng katta hisoblangan 4 xil turdagi Nevnova 1,1 kilovattlik, Nevnova 1,5 kilovattlik, Chagdash 1,1 kilovattlik, Chagdash 1,5 kilovattlik 4 xil turdagi mishalkalarimiz. 6 oydan garantiya chiqadi. Narxlari Chagdashning ham 1,1 kilovattlik, 1,5 kilovattlik, Nevnovaniki 1,1 kilovattlik. Standartli narx $780 dan 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Mahsulotlarimizni Farg'ona shahar ichi bo'ylab dastavkasi bepul, O'zbekiston barcha hududiga dastavkalari bor, kelishilgan holatda. Mana misol uchun siz Baho tomonda bo'ladigan bo'lsangiz, Samarqand, Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryoda bo'ladigan bo'lsangiz, bizda shunday imkoniyatlar bor, ikki xil turi. Misol uchun sizni o'sha uyingizgacha, manzilingizgacha biz mashina topasiz, u sizni omadingiz. Ya'ni siz zakaz tashlab berasiz, misol uchun shopirda yo'l kirasiz, biz sizga chiqarib olamiz, shopirdan obratdan qolgan pulni beramiz. Agar mashina topolmaydigan bo'lsak, har xil pochtalar, misol uchun BTS, EMU, DPD shunga o'xshagan davlat xizmatidan hisobidan o'tgan kuryerlarimiz bor. Shulardan chiqarib olamiz. Ulardan chiqarib oladigan bo'lsak, to'lovni 100% oldindan berishingiz to'g'ri keladi. Hamma mishalkamizni, hammasini o'sha yoqqa chiqaramiz. Lekin Vodiyga, Toshkentga mashinani muammosi yo'q. Xolasa o'sha Labodan bo'lsa, Labodan, bo'lmasa yengil mashina bo'lsa, yengil mashinani Tombaga ishlashga yuklab chiqarib olamiz. Ularda muammosi yo'q. Dastavkasi Farg'ona shahar ichi bo'ladi, lekin dastavkamiz besplatniy, konkretniy besplatniy bo'ladi. Endi mana shu mishalkalarni olganlarga bonus sifatida mana shunaqa tarozlarimiz qo'shib beryapmiz. Hozirgi kunda bu ham allaqa anoyi tarozlardan emas, 10 kilogacha, 1 kiloni 10 kilogacha bo'lgan tarozlarimiz bo'ladi. Misol uchun boyini sotib oling, har qanaqasini sotib oling, har qanaqa mishalka mikserlarni sotib oling, $50 sotib olasizmi, $50,000 sotib olasizmi, farqi yo'q. Bitta tarozi gap so'z bo'lishi mumkin emas, bonus. Endi bu mishalkalarimizdan keyingilari har xil turdagi qattiq xamirlar uchun mo'ljallangan sondiq modellarimiz. Bu sondiq modellarimiz ham hozirgi kunda 3-4 xili bor. Birinchidan ularni ham ko'rsatamiz. Bularga ham 6 oydan garantiya chiqadi. Bularning ham dastavka tartibi bular bilan bir xil bo'ladi. Endi birinchi o'rinda eng arzon hisoblangan TV15 modelimiz. 220 da ishlaydi. Ichlarini bitta ko'rsataman.
220 da ishladi. Bitta xarakteristikasini ko'rsating. Motori 1.5 kilovatli misab motkali motor bo'ladi. 12.5 kilovat deyilinadi bu. Ya'ni 8-9 kilo xamirga mo'ljallangan. Xamirni tok beradi. Motori o'ngga chapga aylantiradi. Xamirlarni shunda qattiq qilib berishga mo'ljallangan bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi buni $295 qilib beramiz. Endi bundan keyingisi qattiq xamirlar uchun somsani xamiri, lag'monni xamiri, shunaqa xamirlarga mo'ljallangan levi pravi aylantiradigan mishalkamiz. Bitta aylantirganlarni ko'rsating. Motori 1.5 kilovatli bo'ladi, 12-13 kilo xamirga mo'ljallangan bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan narxini $450 hozirgina qilib beramiz. Endi bizda mavjud bo'lgan yana bir xil mishalkamiz bu 25 kilolik kategoriyada. 25 kiloliklarda hozirgi kunda bular ham misol uchun Chagdash Lenovo kabi. Qanaqa desalaring, kak mana 35 kilolikni ko'rib turibsizlar. Bitta olib ko'rsatasiz. Mana 35 kilolikni ko'rib turibsizlar. Yonma-yon qilib bitta bularni ichlarini ko'rsating. Ichlarini ko'rsating. Ichlarini ko'rsating. Endi bularning farqi nimada desalaring, bu mishalkamiz bilan bu mishalkamizning farqi motori bir xil. Qidiradigan xamiri bir xil. O'ngga chapga aylantiradi. Motori ikkosini ham 3 kilovatli, ikkosi ham 220 tokda ishlaydi. Ikkosini ham funksiyalari bir xil. Faqat bitta farqi bo'ladi. Buni korpusi o'ralmagan, buniki o'ralgan. Bular даже xamirda ikkosi ham to'kib beradi. Mana. Xamirda to'kib beradi. Farqi shunda. Farqi korpusi o'ralmagan, arzonchirog'madi. Korpusi o'ralgan, sal qimmatroq. Bular ikkosi ham 220 dan 380 dan ishlaydigan turi mavjud. Bularda 3 xili bor, ya'ni xuddi shularda. 15 kilolisi bor, 25 kilolisi bor, 35 kilolisi bor, 50 kilolisi bor. Xo'p, bularda narxlari 15 kilolik korpusi o'ralmaganini $350 qilib beramiz. 15 kilolik korpusi o'ralganini $450 qilib beramiz. 25 kilolik korpusi o'ralmaganini $450 qilib beramiz. Korpusi o'ralganini bo'lsa $550 qilib beramiz. Endi mana shu ko'rib turgan 35 kiloliklarini bo'lsa, 35 kilolik korpusi o'ralmaganini $700, korpusi o'ralganini $800 hozirgina qilib beramiz. 50 kiloliklarda $1000 ga $1100 qilib beramiz. Xo'p, undan keyingisi mana shu anini 50 kilolisi bo'ladi. Buni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana shunisini $1000 qilib beramiz. Ichlarini ko'rsating. Motorlari 3.5 kilovat misab motkali bo'ladi. Faqat 380 ishlaydi. Endi mo'na korpusi o'ralganda 15 kilolisi mana $450 mana. Korpusi o'ralmagani bo'lsa mana. Korpusi o'ralgani $450 $350. Endi shu qattiq xamirlar sohasidagi eng kichkintoy modelimiz. Uzoqqa keta olmasam, mana shu yonimda yuravering. Mana shu 7.5 kiloligimiz bo'ladi. 220 tok ishlaydi. Bu uyga olib ishlatsalar ham bo'laveradigan model hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, bunimiz narxini $290 qilib beramiz. Buni ham 6 oy garantiyasi bor. Keyin mana shu hozir ko'rsatgan mishalkalarning hammasiga 6 oydan garantiyasi bor. Dastavkasi xuddi shunaqa o'z Farg'ona shaharicha bo'ylab bepul O'zbekiston barcha hududlariga kelishilgan holatda. Endi qattiq xamirlar uchun mo'ljallangan mikserlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu mikserlarimizga kimlar olsa yarashadi. Misol uchun, o'ta ham qattiq xamirlar uchun yoki o'ta ham yumshoq xamirlar uchun shug'ullanadiganlar. Oddiy misol qilib tushuntiramiz. Bolchka xamiri yoki qanaqadir somsani, lag'monni xamiri, bundan ham qattiqroq darajadagi qanaqadir xamirlar va bundan ham yumshoq darajada, bolchka xamirdan ham yumshoq darajadagi xamirlar, spiral mikserlar deyiladi. Bu spiral mikserlarimiz hozirgi kunda bizda 2 xil turi mavjud. 2 xil turi deganim zadniy privodi bor. Olib kelib ko'rsatsangiz, shu oradan o'tkazib ko'rsating. 2 xil turdagisi bor, ya'ni litriga 20 litrli, 40 litrlisi bor va zadnisi yo'q, 20, 30, 40 litrlisi hozirda bizda mavjud. Bu ko'klarimizni motorlari ham boshqacha, sal bunga qaraganda aziza qiladi, lekin ko'sa ham mis. Motorida reduktorda ozgina farq bo'ladi. Bular sepli bo'ladi. Hammasi litrga aytiladigan bo'lsa 20 litr, kiloga aytiladigan bo'lsa 8 kilo, litrga aytiladigan bo'lsa 40 litr, kiloga 16 kilo, litrga aytiladigan bo'lsa 20 litr, kiloga 8 kilo, litrga aytiladigan bo'lsa 30 litr, kiloga 12 kilo, bu ham xuddi shunaqa 40 litrga 16 kilo bo'ladi. Narxlari keladigan bo'lsa 20 litrli zadnisi bor ko'k modelimizda bu umumiyroq bo'ladi. Narigidan miyasi narxini hozirgi kunda $720 qilib beramiz. 40 litrligini bo'lsa $950 qilib beramiz. Bu ko'rib turgan kichkintoylaringni zadnisi yo'g'ini, zato miyasi sensorli bo'ladi, avtomat bo'ladi, bistro sensori bo'ladi. Bunda kerakli hamma funksiyasi bo'ladi. Narxini $490 qilib beramiz, 30 litrligini $550 qilib beramiz, 40 litrligini $750 qilib beramiz.
Xo'p, bu mikserlarimizdan tashqari buni oq modellari ham bor. Ularni ham obzorlarni qilib o'tganmiz bundan oldingi videolarda. Bunga o'tib ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Endi bizda 7 litrlilarimiz ham bor. 7 litrlilarimiz B7 modellarimiz standartni hozirgi kunda narxlarni $190 bilan $210 oralig'ida o'ynayapti. Mana uning aloqachisini ko'rsatamiz. Endi faqat krem uchun mo'ljallangan 15 litrli modelimiz narxini $200 qilib beryapmiz. Krem urgani bu o'ta ham zo'r, motorlari ham baquvvat bo'ladi. 7 litrlilar qaraganda narxi ham arzon. Endi 3 va 1 mikserlarimiz bular o'sha qandolachilik sohasidagi har qanaqa opuka aka-singillarimizga maslahat beramiz. Buni o'zi bilgan odamlar biladi. Buni hozirgi kunda bizda 7 litrdan 30 litrgachasi nalishini mavjud. Xudo xolasa erta o'tib indinga 50-60 litrlar ham keladi. Xo'p, birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Motori 370 vatt bo'lgan ikki xil turdagisi 10 litr, 15 litr. Narxlari $295 ga $335 qilib beramiz. 10 litr $295, 15 litr $325 qilib beryapmiz. 3 ta nasatkali, 3 ta skorosti. 6 oy garantiyasi bor, kranlari bo'ladi. Endi xuddi shuni 20-25 litrligimiz. 25 litrligimiz nimasi? Mexanizmi remelli bo'ladi. 30 litrlarimiz ham remelli bo'ladi. Qolganlari kichkintoylarniki 20 litr, 15 litr, 10 litrliklarimizga bo'lsa shestrnali bo'ladi. 20 litrligimizdan bitta tanishtiraylik. $475 qilib beryapmiz. 3 ta nasatkali skorosti bo'ladi. 25 litrligimiz 3 ta nasatkali, 3 ta skorosti, kranlari bor. Remelli modelimizni $485 qilib beramiz. $485 qilib beramiz. 30 litrligimizni 3 xil turdagisi bor. Ya'ni xuddi shu ko'rib turgan 25 litrlilarning ko'rinishidagi seriyasi bor va mana bu oqimiz bor. Oqimiz jicha modeli o'rtacharoq bo'ladi, ya'ni narxi arzonroq chiqadi. $400 qilib beramiz oqni. Seriyadikini $420 qilib beramiz va bu ko'kni $580 qilib beramiz. Bunda kачествоsi ham boshqa bo'ladi, mexanizmlari ham boshqa bo'ladi, ko'rinishi ham ko'rib turganingiz ancha ulardan farq qiladi. Vali sal savremenliroq bo'ladi. Motorlari ham jicha baquvvat bo'ladi. 1.1 kilovatli misab motor motor bo'ladi. Endi bu ko'rib turgan mishalkalaring, mikserlaring bizning do'konimizdagi assortimentdan 10 dan 1 desa ham bo'laveradi. Bizda qandolachilikka kerak bo'ladigan har xil turdagi pechlarimiz, duxovkalarimiz bor. Undan tashqari bizning do'konda bitta aylantirib ko'rsating, keng assortimentdagi biznes uchun kerak bo'lgan har qanday uskunalarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek-Xitoy savdo uyi. Ekranida nomerlar aloqaga chiqinglar, O'zbekiston barcha hududiga dostavka qilib beramiz. O'sha aytib o'tilgandek bitta bonusga, bitta omadli mijozimiz aloqaga chiqsalar, mana shu tarozdan cho'tka qilib beramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Maksimal darajada shu sohadagi do'stlaringga videoni jo'natib qo'ysalar, ularga video manfaatli bo'ladi.